Brizon Nexa'ni ko'rganmisiz? Ko'k. Yo'q, ko'k emas, mokra asfalt. Ha. Mokra asfalt. Orqasiga PlayStation qo'yilgan. Ha. U paytda hali hech kim mashinaga PlayStation faqat ana exhibitda anaqalarda ko'rilardi u narsa. Shu modaga siz chiqaruvdingiz-a? Ha, keyin mashina olganman. $7,500 pul to'lab qo'yib, kutib olganman. Olganmanda olishim bilan keyin unga sirrazi, mana hozir Range Rover oldim, 22 diska taqdim-u, yoshlikdan qiziqish bor edi. Olishim bilan mashina sotib olishdan oldin, ya'ni mashinaga pul to'lab qo'yganman-da, keyin diska olganman. Birinchi diska olganman, keyin mashina olganman. Keyin 18 diska taqqanman, Lenso. U paytda $1,800 turardi. $1,800 ga diskani o'zini olganman. Balonni alohida sotib olganman. Taqqanman, keyin birinchi bo'lib Mercedes rulli men Nexa'mga qo'yganman. 2015. Mercedes rulli siz trendga chiqargansiz shekilli. Sobir akamgilar bilan Sobir akam Asad degan Uz Custom Pro Asad og'aynimiz. O'sha Sobir akam men. Uchalamiz trendga chiqarganmiz uni. Keyin o'sha Mers rul qo'yildimi? Men mashinamda Mers rul turibdi. Obshifkalarni kolonkalar turibdi. Orqasida o'sha katta monitor bilan PlayStation 3 turibdi. O'sha bamferlar Mercedes bamfer, Abbos degan bola bor, inomarka qiladi. Hozirgani Lamborghini'lar bor, shaharda yurgan. O'shalarning spoilerlarini Abbos qiladi.